Assalomu alaykum. Bugungi o'tadigan mavzuimiz C++ dasturlash tilida o'zgarishlar haqida gaplashib ketamiz. Demek o'zgarishlar C++ dasturlash tilida asosan eng ko'p ishlatiladigan o'zgarishlar haqida asosan gapiraman. Demak, int turidagi o'zgaruvchi tipi. Int turidagi o'zgarish tipi, ya'ni int turidagi e'lon qilingan o'zgaruvchi demak bizada butun son qabul qiladi. Demak, xotiradan egallanadigan joyi demak 4 bayt hisoblanadi. 4 bayt. Demak, keyingisi demak float turidagi demak o'zgarish tipi. Float turidagi demak e'lon qilingan o'zgaruvchi demak xotiradan 4 bayt joy egallaydi va qabul qiladigan qiymati demak haqiqiy son qabul qiladi. 4 bayt joy egallaydi. Keyingisi demak double turidagi double tipi. Double turida e'lon qilingan o'zgarish demak haqiqiy son qabul qiladi. Haqiqiy son qabul qiladi, lekin bu demak xotiradan demak 8 bayt joy egallaydi. Demak, keyingisi demak bool turidagi o'zgaruvchi tipi. Demak, bool turidagi o'zgarish tipi demak o'zgaruvchi demak mantiqiy qiymat qabul qiladi. Mantiqiy qiymat qabul qiladi. Ya'ni mantiqiy qiymat bo'lganda true yoki false qiymat qabul qiladi. Demak, uni demak xotiradan egallangan joyi demak 1 bayt hisoblanadi. Demak, keyingisi demak char turidagi o'zgarish tipi. Demak, char turidagi o'zgaruvchi asosan demak belgi qiymat qabul qiladi. Belgi qiymat ya'ni symbol qabul qiladi. Demak, xotiradan egallaydigan joyi demak 1 bayt joy hisoblanadi. Demak, yana keyingisi qo'shimchalar o'sishda demak bu asosan klass deb nomlanadi. Demak, string turidagi klass. Demak, string klassimizda demak asosan demak satr qiymat qabul qiladi. Demak, xotiradan egallaydigan joyi demak 40 bayt hisoblanadi. Demak, mana shu demak o'zgarishlar haqida gaplashib ketamiz. Demak, endi boshlaymiz. Misol uchun int turidagi demak a o'zgarishimiz bo'lsa demak o'zgarish e'lon qilganda xohlasak demak boshlang'ich qiymat beramiz. Xohlasak boshlang'ich qiymat bermasdan e'lon qilishimiz mumkin. Boshlang'ich qiymat beradigan bo'lsak a barobar 5. Demak, mana shu demak a turidagi o'zgaruvchimiz demak o'zida demak 5 qiymatni qabul qiladi butun turdagi. Demak, cout demak ekranga chiqarib qo'yadigan bo'lsak, mana a barobar yoki mana int turidagi a barobar endi qiymatini chiqarib qo'yadigan bo'lsak, demak mana 5 degan natija chiqadi. Int a barobar 5. Demak, bizada chiqarish shu turda qo'shimcha gapirib o'tib ketaman. Bizada kiritish va chiqarish operatorlari bor. Demak, sin bizada demak kiritish operatori. Misol uchun mana shu yerda demak a ga boshlang'ich qiymat bermayman. Demak, sin kiritish operatori. Sin a barobar sin a desam, hozir demak a o'zgaruvchiga qora oynani ran qilgan paytda ishga tushirganimda demak birinchi demak a ni qiymatini kiritib so'raydi. Mana qiymatni kiritsam 6 desam, mana int a barobar 6 deb chiqaryapti. Demak, sin kiritish operatori, shout chiqarish operatori. Demak, sin kiritish operatori demak o'z navbatida albatta kiritish oqimi va chiqarish oqimi bor. Demak, kiritish operatorida bir nechta oqimlar bo'lishi mumkin. Misol uchun shout a sin int a deydigan bo'lsam, misol uchun bitta kiritganda bir nechtani o'zgarishni kiritishi mumkin va shout xuddi shunaqa ko'rayotgan bo'lsanglar chiqarganda bitta qora oynaga chiqargan paytda misol uchun qanaqadir satr qanaqadir ma'lumot deymizmi, nima deymiz, qo'shimcha ta'rif deymizmi, shunaqa bildirib ketmoqchi bo'ladigan bo'lsak qo'sh tirnoqda kiritib ketamiz. Mana qo'sh tirnoq ichiga yozamiz. Demak, shout a barobar 1 yoki endi misol uchun shout misol uchun 1 barobar misol uchun 1 ni qiymatini chiqar. Endi deb ko'radigan bo'lsak, demak hozir a bilan 1 ni kiritishim kerak. Demak, kiritgan paytimda yoki demak a bilan 1 ni orasini uzishim uchun yoki probelni bosishim kerak yoki enterni bosishim kerak. Farq yo'q. Demak, birinchi demak 7, xohlasam deb probelni bosib kiraman, xohlasam enterni bosib kiraman. Demak, 9 qiladigan bo'lsam, mana chiqaveradi. Int a barobar 7, b barobar 9. Demak, xuddi shunaqa qilib demak o'zgaruvchiga qiymat bersak bo'lar ekan qora oynada. Demak, keyingisi demak float. Demak, hozir o'zgarishlar haqida gaplashib ketayotganligim uchun demak bu narsalar demak bizga kerak emas, olib tashlab turaman. Asosan o'zgarish haqida gapirib ketamiz hozir. Float float turidagi o'zgaruvchi asosan qiymati demak haqiqiy son bo'ladi. O'shaning hisobiga demak yo kasr haqiqiy son qabul qiladi. Xohlasak demak butun sonlarni kiritishimiz mumkin, xohlasak demak kasr son ham kiritishimiz mumkin. Demak, o'zimiz matematikada biladigan haqiqiy son, ya'ni ratsional va irratsional sonlarni demak bizni haqiqiy sonlar deyiladi. Demak, haqiqiy son kiritishimiz mumkin. Demak, shout masalan float a barobar misol uchun 1. Keyingisi floatdagi double ham bizda haqiqiy turdagi son 267. Boshlang'ich qiymat berdim. Shout double
d barobar demak d. Keyingisi demak doublening bool turdagi o'zgaruvchi, misol uchun s dedim. Bool turdagi o'zgaruvchi bizada true yoki false dedimi? Demak true yoki false qiymat qayd qiladi siyog. Misol uchun bool demak s barobar, misol uchun bool. Bool deb o'zgartirsa. Keyingisi char. Char turdagi o'zgaruvchi, demak char y deyman. Y barobar char turdagi o'zgaruvchini demak e'lon qilganda yoki boshlang'ich ya'ni boshlang'ich qiymat berganda yoki qolganida kiritganda demak boshlang'ich qiymat berganda bir tirnoq yordamida beraman a deb yoki mana shu a ni bir tirnoq emas, ikkinchi usuli demak ASCII'dagi ASCII table ya'ni ASCII tabledagi jadvaldagi o'rnini berishi mumkin. Primer a niki 65 yozib chiqsam siyog char y barobar misol uchun y endi demak keyingisi demak string turdagi demak string turda qanaqadir str degan o'zgaruvchi e'lon qildim. Unga misol uchun qanaqadir qiymat berdim barobar. Demak satrni bir tirnoq emas, qo'sh tirnoqda kiritamiz. Misol uchun salom siyog string str barobar str. Endi natijani ko'radigan bo'lsak, demak mana shu demak berilgan demak biz C++ dasturlashtiruvda o'zgaruvchilarga demak qiymat berish, ya'ni boshlang'ich qiymatni qanaqa berish haqidagi demak nima mana int a barobar 5 mana chiqyapti. Haqiqatdan a ni qiymati 5 edi. 5 bo'lgandan keyin mana bu joyda demak 5 degan natijani chiqazib beryapti. Siyog a ni o'rnida 5 chiqazyapti. 1 3 14 double 2 267 mana bu ko'rsanglar demak matematik nimasi true nikimda false nikimda o'sha hisobiga demak true hisobi o'rniga bir yozgan. Mana ko'rgan bo'lsangiz char y barobar 65 dedim yoki mana shu o'rnida demak mana bunaqa bir tirnoqda yozsa ham bo'ladi. A da yozsa ham bo'ladi yoki 65 yozsa ham bo'ladi. Demak 65 ASCII jadvaldagi demak o'rni demak a keyingisi string turdagi o'zgaruvchi demak salom. Shu o'rinda yana bitta narsa aytib ketishim kerak. Demak o'zgaruvchini e'lon qilganda hech qachon o'zgaruvchini oldidagi son yoki nuqta yoki qanaqadir panjara nimalardan boshlanmaydi. Demak nuqta yoki o'zgaruvchi son nuqta panjara yoki qanaqadir simbol bilan boshlanmaydi va bitta o'zgaruvchini ikki marta bitta nomdagi o'zgaruvchini ikkita turda yoki ikki marta e'lon qila olmayman. Bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Demak keyingi darslarda ko'rishguncha.